Aytibqanlar anda qilishib ketmayli va hammamiz o'zimizning o'zimizning ichimiz og'sin. Meni nima bo'ldi deganda menda mush maslahat so'qqan qarindoshlarning 80-90% hammamiz kechasi uxlayolmayapman. Kechasi uxlamayapman. Xizmat sababidan, kasb sababidan, tirikchilik sababidan shunday gap qilsa. Bularni mush ish kirdi kavobchilik qilgan qarindoshlar. Mashina haydayotgan akillarimiz, dadalarimiz, mush kechasi ishlayotgan qarindoshlarimiz bak jiqilib qolibdi. Hamda to'g'ri tirikchilik qilmasak bo'lmaydi, ay shirkatlarimiz bo'lmasa bo'lmaydi, ay taraqqiyotlar bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin ay shu pulni tepib, pulni xarjligida ma jon bo'lsa butun. Hamda kechasi uxlamasak nima bo'ladi? Bu uyqu degan alomat bak muhim. Çoğunun bir gibi var. Bir keçilik uykuda bir paxlan qo'yning go'shtini qovutib deb. Bu nima degan gap? Bir ta paxlan qo'yning go'shtini yeb olamsiz. 1 kilo go'shtni yegan qo'polmay yetasiz. Aynda darajada. Hamda kechasi uxlamasak, birinchidan jigarning besini ortib ketadi, jigarning xizmati chiqadi. Jigarni ish qilgan a'zo. Jigar qonni tozalaydi, qonni suzadi, zahar tozalaydi. Qon tarkibidagi may bilan qanit tarkibini kontrol qiladi. Metabolizmni ilgari suradi. Kül a'zolarimiz jigarga bexanet qarindoshlar. Jigarning iqtidori yaxshi bo'lmadi, yuqoridagi qon suzish, zahar tozalash, qanitni parchalash, mayni parchalash hammasini nolga tam. Uning ustiga bu jigar kechilikda biz dam olgan vaqtda xizmat qiladi. Bu siz kechasi uxlamay xizmat qilib qo'ysangiz, buni dam olib qo'ymasangiz, buni shu xizmatlar chekinibdi. Qonni suzolmaydi, qonni tozalanmaydi, qonni axlat paydo bo'ldi, qonni may yo'qolyapti. Shunga qon aynish ravon bo'lmaydi, qon tumor tusildi, yurak nima qon tumor kasalliklari, qon besim, diabet mishari kelib chiqdi. İkinciden, yürekten besim artık tuttu. Yürek demiş kıtkan a'zo. Yürek bunda sıkıtkan, kanını sıkıp bedende aylandırıp tutkan a'zo. Jigar kanını süzüptü, tazlaydı. Yürek kanını sıkıp bedende aylandırdı. Kan degen nima? Hayatning kuchi. Kan bo'lmasa o'libmiz. Jigarning yerimini olib olsa, börekni olib olsa, o'pkani olib olsa hayot kechirgan bilan qonning yerimi chekasi o'libmiz. Bu qonni jigarda tozalanmasa, besim ortib ketadi. Yurakda siqqanmasa qanday qilamiz? Shu kasallikmiz. Üçüncüden, börek acizleşti, börekten besim artık gitti. Börek demiş kutu, suylikni tazlab, bedenin sırtını çıkarttı. Bunun besim artık kesi suylikni tazlayanmay, kuyap birişki tegişik bolmagan, aksını kuyvetip, kuyap birişki tegişik bolgan, niyausen detpan, başka ahlet madını bedende yapmadı. Şunun ulan, suylikni aksını bitipti, börek zayıfleşip bitipti, börek acizlap yaptı, kandı binası yukarlap yaptı, kandı bu binası yukarlap yaptı, bir şeyini çıktı. Yürek, börek, jigar kağıdan çıktı, siz kağıdan çıktınız deyin gap. Şuna ma uyku bek kapalat qildi. Hamda jon baxmasak bo'lmaydi, tirikchilik qilmasak bo'lmaydi. Lekin hamma ish normalda bo'lsin. Topgan pulni xarjlashga nisb bo'lsin. Amal qilib uxlash kapalat qildi. Amal qilib kechasi ishlayotgan ishni ozlatilar. Bek bo'lamasa, jigarni, börekni, yurakni asrash bilan birga kechasi uxlamasini kunduzlik uyqu kapalat qiling. Charchab qilishni saqlaning. Undan keyin ay kechasi uxlamay bunun besimini ortayotgandan keyin ima haraq bilan tamaki degan narsani o'sib tashlaydi. Ma bo'lsin, ma tarafdan bo'lsin azroq bu a'zolarimizni tutib qo'ylar. Birazmiko og'a mashinalarni shunda yop pechat qilib, maylarni joyiga qushib, jiyun almashtirib bayon qilib qo'ydikmiz. O'zimizni bayon qilib qo'yib birazmiko azmantimizga biz. Shunga mash sal qolmasak qarindoshlar. Kil kasalning kelib chiqishi uyqusizlik. 95% kasalning kelib chiqishi uyqusizlik. Qon besim, diabet, jigarni may qoplash, jigar yallığı, kan tuyaq, kan dimay, qalqansıman bəzi kesellikleri, ösmü kesellikler, psixik kesellikler, xamışlıq, həmmisi uyqusuzluqla münasibətli. Şuna bu əhvalğa sel qalmısa.